Minecraftda shunday narsalar borki, ular o'zining mantig'iga umuman mos kelmaydi. YouTube'ning aytishicha, siz creeper portlashdan avval kanalga obuna bo'lishga ulgurmas ekansiz. Ulgurgan bo'lsangiz boshladik. Bu Minecraftdagi temir shlem, uning teksturasini har birimiz juda ham yaxshi bilsak kerak. U butunlay shar shaklida hamda sizning boshingizga kiyiladi. Lekin agarda biz uni boshimizga kiysak, uning o'rtasidan mana shunday qo'shimcha temir bo'lagi chiqqanini ko'rishimiz mumkin. Ammo Netherite shlemning teksturasida bunday xato yo'q. Bu narsani shunchaki dasturchilar chizishni unutib qo'ygan. Bu Minecraftdagi sayqallagichning teksturasi. Unda ko'rishimiz mumkinki, u yerda juda ham o'tkir arra mavjud. Ammo biz uning ustiga chiqqanimizda u bizga umuman o'ron bermaydi, jonimiz ham kamaymaydi. Sayqallagich gulxan bilan 1 yilda qo'shilgan bo'lsa-da, gulxan bizga o'ron beradi, lekin sayqallagich bunday funksiyani bajarmaydi. Agarda sayqallagichga ushbu funksiyani qo'shganda, bu fermalar uchun juda ham ajoyib narsa bo'lar edi. Bu Minecraftdagi lava. U bemalol daraxtlarni yoqishi mumkin. Ammo lava darajasidagi issiqlikka ega magma hech narsani yoqib yubora olmaydi. Bundan tashqari, lavada siz o'lishingiz mumkin, yonib ketib. Ammo magmada ham joningiz ketadi. Lekin shuncha darajadagi issiqlikka o'tirish orqali barham berish mumkin. Mantiq qani? O'yin boshida biz juda ham ko'plab temir uskunalarga ega bo'lamiz. Temir uskunalarni yasash esa juda ham qimmat. Lekin agarda biz birontagina temir uskunani pishirmoqchi bo'lsak, u atiga bir bo'lakkina temir donachasini beradi xolos. Axir siz kiyimni yasash uchun 9 ta temir ishlatasiz hamda uni pishirsangiz ataga bir donagina donacha beradi. Siz buni bilarmidingiz? Agar o'yinchiga jon to'ldirish damlamasini tutsangiz, uning joni to'ladi. Agarda xuddi shu damlamani zombiga otsangiz, uning joni to'lishni o'rniga keta boshlaydi. Agarda jon o'ldirish damlamasini otsangiz esa uning joni ko'paya boshlaydi. Bu butunlay mantiqqa mos, chunki zombi allaqachon o'lgan. Lekin mantiqqa mos kelmaydigan joyi, agar biz unga regeneratsiya damlamasini otsak ham, zaharlanish damlamasini otsak ham joni o'zgarmaydi. Agarda zaharlanish damlamasini otganimizda uning joni to'lib, regeneratsiyada kamayganda, bu o'yinga ancha qiziqarlilik qo'shar edi. Hamda siz sehrgar bilan urushayotganingizda u zombilar jonini to'ldirib turar edi, hamda sizga zarar yetkazardi. Siz Minecraftda kravatni yasash uchun 3 ta jundan foydalanasiz, lekin kravatga sakrasangiz 2 ta joningiz ketadi xolos. Lekin aynan xuddi shu balandlikdan turib, siz 4 ta junning ustiga sakrasangiz esa 4 ta joningiz ketadi. Bu yerda mantiq qani? Minecraftda o'rgimchak turi barcha entitilarni hamda sizni sekinlashtira oladi, to'g'rimi? Ammo agar biz to'rga qor to'pini otsak, u shunchaki uning ichidan o'tib ketadi. Bu hatto tuxum, ender pearl hamma narsa bilan shunday ishlaydi. Ular umuman sekinlashmaydi, ammo Minecraftning eski versiyalarida bu sekinlashtirish qoidasi qo'shilgan edi, ammo u olib tashlangan. Agarda siz versakka 6 ta yog'och qo'ysangiz, u sizga atiga 4 donagina zina beradi. Bu esa umuman mantiqsizdek tuyuladi, chunki zinalar atiga Minecraftdagi bir blokdan ozgina kesilgan holatdagi blok hisoblanadi. Shuning uchun bizga 6 ta yog'och juda ham kerak emas. Iltimos, kimdir buni Mojangga aytsin. To'g'ri, siz tosh yoki shunga o'xshash zinalarni shunchaki sayqallagich orqali yasashingiz mumkin, ammo men yog'och haqida gapiryapman. Do'stlar, men sizlarga Minehype nomli kanalni tavsiya beraman. Ushbu kanalda bir-biridan qiziqarli bo'lgan Minecraft videolarini topishingiz mumkin. Albatta, kommentariyadagi silkaga o'ting hamda daring dildan salom deb yuborishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Minecraftdagi dispenserlarning ishlashi umuman mantiqsiz. Agarda siz uning ichiga to'liq blokni qo'ysangiz, u umuman bloklarni yerga joylashtira olmaydi. Lekin agarda siz uning ichiga shalkerlar yoki shunga o'xshash narsalarni qo'ysangiz, u shalkerlarni muammosiz olib chiqib qaytara oladi. Pro 14-versiyadan keyin Minecraftga juda ham ko'p ish stollari qo'shildi. Ularning juda ko'pi funksionalga aylandi hamda bironta ham keraksiz stol qolmadi. Ammo kamonchining stoli hali ham juda ham keraksiz. Uning qurilish blokidan boshqa hech narsaga yaramaydi. Yoki qishloqiga kasb berish orqali. Mojang unga qachondir albatta kamonga bog'liq narsa qo'shish kerak. Quyon sho'rvasini pishirish uchun sizga quyonning tanasi, kartoshka hamda sabzi kabi materiallar kerak. Lekin uni yesangiz atiga sizning 4 tagina ovqatingiz to'ladi. Ammo bu materiallarni alohida yesangiz, sizning ovqatingiz undan ham ko'proq to'ladi. Bu yerda mantiq umuman yo'q. Minecraftning eng eski versiyalaridan boshlab bizga zanjirli zirh qo'shildi, lekin uni yozish retsepti hali ham mavjud emas. Lekin agarda siz shunchaki zanjirni mana bunday qilsangiz, siz kiyimni yasashingiz mumkin, lekin Mojang bu haqda umuman o'ylab ko'rmaydi. Shu uchun bu kiyim hali ham eng yaroqsiz. Minecraftda juda ham ko'p tosh turlari mavjud. Andezit, diarit, granit, mana shunday kabi tosh turlari mavjud. Lekin siz ularning birontasidan ham tosh kirka yasay olmaysiz. Xo'p, mayli, men buni tushunaman. Lekin siz toshning o'zidan toshli kirkani yasay olmaysiz. Bu esa umuman mantiqsiz. Bugungi video shulardan iborat edi. Hammaga xayr.